Tandirlarda yopiladigan o'sha mashhur ilikli somsani qarsillama somsa xamiri bilan o'rgataman. Judayam oddiy va oson. Suvga tuz, uksus solib, unga qo'shamiz. O'rta qattimlikda xamir qorib, 15 daqiqa tindiring. So'ng zuvala qilib 4 ga bo'linadi. Go'shtni yumshoq pishadigan qismini maydalab to'g'rab, ustidan piyoz, 2 xil bulg'or qalampiri, tuz va ziravorlar, biroz yog' solib aralashtiramiz. 4 zuvala xamirni yuqa qilib yoyib, yog'lab, zich qilib o'rab oling. Kelayotgan Ramazon oyida ishlaringizni yengillatish uchun ushbu xamirni muzxonada saqlasangiz ham bo'ladi. Ichiga ilik suyak solganimiz uchun xamirni zuvalasini biroz kattaroq kesdim. Qo'llaringizni o'ynatib tayyor bo'lgan xamirni yoyib, ichiga nachinkani to'ldirib soling. Ilikli suyaklarni xohlasangiz tagiga, xohlasangiz ustiga qo'yib, somsani tugamiz. Somsa ustiga xohishga ko'ra tuxum sarig'i yoki suv surtib, 220 gradusga pechga jo'natasiz. Ushbu somsa foydali va ro'za kunlarida sizni to'q tutadi.